Hozir aytyapti katta davlatlar. O'zbekiston san kim tomon deyapti. Bo'ldi endi. Neytral bo'lib yurishing bo'ldi. Yo u tomonga o'tgin, yo bu tomonga o'tgin. 3-4 yilda 40 million bo'ladi. Katta davlat bo'ladi. Kim tomonsan deyapti. Qani qanday og'ir savolga qanday javob berish kerak? Savol javob bitta. Bir tomonman. Millatim, xalqim buyuk O'zbekistonning manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob berdi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ushbu so'zlaridan so'ng men sizlarga nima demoqchiman? Oxirgi qo'ygan postimda Dubay va Eronda bo'layotgan urush tasvirlangan edi, lekin buni hech qanaqa O'zbekistonga ta'siri bo'lmaydi, chunki bizni yurtboshimiz O'zbekistonda doimo tinchlik bo'lishi uchun harakat qilyaptilar va o'shining ushbu so'zlari ham aynan shuning isboti bo'lib hisoblanadi. Shu uchun bunaqangi prikolni videolarni hech qanaqangi noto'g'ri tushunish kerak emas. Bizning O'zbekistonimiz doimo tinch, osmonimiz musaffo va hech qanaqangi xavf solmaydigan hudud deb hisoblansa ham bo'laveradi.